Agar shularni bilmasanglar, $1000 jazo puli to'lashinglar, universitetdan haydalib ketishinglar va hatto Turkiyaga boshqa kela olmaydigan bo'lib, deport bo'lib ketishinglar mumkin. Turkiyada ham o'qib, ham ishlab, necha pul topish mumkinligini videoning oxirida tushuntiraman. Birinchi bo'lib, sizlarga qonun doirasida tushuntirib berishga harakat qilaman. Ikkinchi bo'lib tushuntiradiganim sizlarga eng keraklisi. Chunki bu qonunlarga qaramasdan turib, qanaqa pul topsanglar bo'ladi, qanaqa ishlasanglar bo'ladi va necha pul topsanglar bo'ladi. Xorijiy talabalarning mehnat huquqlari. Turkiyada tahsil olayotgan xorijiy talabalar to'g'risidagi qonunda yozib o'tilgan xorijiy talabalarning tahsil olish davrida har qanday daromad keltiruvchi ishda ishlashlari taqiqlanadi. Magistratura va doktorantura darajasidagi kunduzgi ta'lim dasturiga qabul olgan talabalar ishlash ruxsatnomasi olgan holda Turkiyada ishlashlari mumkin. Bakalavr va kollej talabalari birinchi o'quv yilini muvaffaqiyatli bitirishgandan so'ng qisman ishlash ruxsatnomasi olgan holda Turkiyada ishlashlari mumkin. Ruxsatnomasi ishlayotgan talaba agarda qo'liga tushib qolsa, kamida 40.000 turk lirasi jazo puli to'laydi. Agarda shunga qaramasdan davom etadigan bo'lsa, Turkiyadan va universitetdan haydalib ketadi. Shunaqa talabalarni bilaman, oyiga kamida $1000, $2500 pul topadigan, bularning ko'pchiligi ingliz tilini biladigan, otelda resepsyon bo'lib ishlaydigan yoki-da savdo sotuv qiladigan talabalar hisoblanadi. Eslatib o'taman, hamma narsa rizq nasibaga bog'liq. Bu qonunlarga qaramasdan juda ko'p otel, restoran, kafe, kiyim sotish do'konlari, tikuv fabrikalari va choy bog'chalari o'quvchilarni part-time ishga qabul qiladi. Agar o'quvchi shu stri bo'lsa, darsdan keyin yoki dars yo'q kunlari shu yuqorida aytib o'tgan ishlarda ishlasa va kuniga kamida 800 turk lirasi topsa bo'ladi. Turkiyada qanaqa qilib ish topish sizlarga qiziq bo'lsa, izohlarga pul deb yozib qoldiringlar va men sizlarga kerakli ma'lumotlarni jo'nataman.